Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək olsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Ötken yılı 24 noyabr keşte Ürümçilik Uygurlar toplaşıp oltıraqlaşqan Tangırtaq ahaliler oltıraq rayonundaki bir binaga o't ketib, az degende 40 kişi ölüp ketişdek facia yüz bergen idi. Ma'lum bo'lishicha, bu o't oftida o't 15 qavatdan boshlanib, 19-20 qavatlargacha tutashgan. O't 3 soatdan ortiqroq vaqtda aran o'chirilgan. Xitoy doiralari ayni vaqtda bu fojiat qazo qilganlarning sonini 10 kishi deb e'lon qilgan edi. Halbuki, Erkin Asiya radiosining aniqlashicha, Urumchi Janubiy Shinxua yo'li soqchi punktidan bir soqchi qazo qilganlarning soni 40 nafardan ortiq, doktorxonaga ilib berilgan og'ir darajada yaralanganlarning nihoyat ko'p ekanligini angladim. Qazo qilganlarni sanashga vaqtimiz yetmedi degan edi. Bu o't oftida 19 qavatdagi uyda 4 bolasi bilan birga o'lib ketgan marhum Qamarnisaxon Abdurahmonning Sharofat va Muhammad ismli ikki bolasi Turkiyada o'qiyotgan bo'lib, 2017-yildan keyin oilasi bilan aloqasi uzilgan. Ular opasining va 4 ukasi 13 yoshlik Shayda, 11 yoshlik Imron, 9 yoshlik Abdurahmon, 5 yoshlik Nahdiyaning ashotda o'lib ketganligini ijtimoiy taratqulardan ko'rgan. Keyinchi ularning dadisi va cho'ng akasining turmada ekanligi Erkin Asiya radiosi tarafidan dalillangan edi. Kuzatuvchilar ayni vaqtda marhum Qamarnisaxon Abdurahmon oilasining fojiasi Uyg'urlarning navbatdagi tragediyasini tixim aniq gavdalantirdi deb qargan. Mazkur fojianing bir yillik xotir kuni munosabati bilan Dunyo Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining muavin mudiri Ilshad Hasan so'z qilib, Urumchida yuz bergan o't ofatiga bir yil bo'lgan bo'lsa-mu, bu fojianing jinoiy javobgarligining texnik surishti qilinmaganligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, Urumchida yuz bergan o't ofati Xitoy hukumatining yuqumni nolga tushirish qamal siyosatiga qarshi namoyishlarning pilsiga o't yoqqan. Namoyishlar tezdan kengayib, oq qog'oz harakatiga aylangan. Beijing, Shanxay qatorliq shaharlarda qamal cheklamasiga, shundaqla hukumatning munosabatli siyosatlarga qarshi keng ko'lamli namoyishlar yuz bergan. Shuning bilan Xitoyda Urumchi nomi nozuk atalg'iga aylanib qolgan. Hatto Shanxay shahridagi namoyish Urumchi o'tir yo'li nomli ko'chada bo'lganligi uchun 27 noyabr kuni Xitoy doiralari bu ko'cha taxtasini ilib etgan. Ilshad Hasan apandi bu vaqtda to'xtalib, Xitoy fuqarolarining bu voqeadan foydalanib Xitoyning qattiq kontrolidan qutulgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning tig'im qattiq bostirishga uchraganligini eskartdi. Erkin Asiya radiosining bu vaqtdagi aniqlashlar davomida Sichuan o'lkasi Chengdu shahrida o'qiyotgan 30 necha Uyg'ur o'quvchining Urumchi o't ofati fojiasi haqidagi uchurlarni TikTokda o'rtoqlashganligi va tarqatganligi uchun tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Angliyadagi muhofizachi gazetami bu yil 6-oyda Xanan Shangju texnologiya institutining Uyg'ur o'quvchisi Kamila Voidning Xitoy o'lkalarida ilib berilgan oq qog'oz harakatiga chetlab tutilganligi, doirlarning mazkur harakatga qatnashgan 4 nafar Xitoy o'quvchini tutgan bo'lsa-mu, ularni 4 oydan keyin qo'yib berganligi, ammo bu harakatni undidorga chiqargan Kamila Voidni bo'lsa turmaga tashlaganligini xabar qilgan edi. Chet elda turibmi Xitoyning besim ostida yashayotgan, o'zdir turishliq davlatning qo'g'dishiga erishalmagan, Xitoy qaytirilish xavfi ostida turayotgan va chorasiz qolgan 10 ming Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini Kanadaga elib kelishga turtki bo'lgan qonun loyihasi bu yil 2-oyda Kanada parlamentida ovoz qo'yilib, to'liq ovoz bilan qabul qilingan edi. 2023 yili 11-oyning 1-kuni Kanada hukumati bu qonunning 2024 yili 1-oydan boshlab rasmiy ijro qilinganligi haqida Kanada parlamentiga bildirib, munosabatli hamjotni tasdiqlagan edi. Erkin, demokratik davlat Kanadaga kelib, yangi hayot qurishni orzu qilayotgan 10 minglagan Uyg'ur musofirlarining bu vaqtdagi eng yangi taraqqiyot va bilishga tegishli ishlar haqida to'g'ri va tafsiliy uchurlarga erishishni orzu qilayotganligi bilinmoqda. Bu sababdan Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan Qurultay qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur huquqlarini qo'g'dash qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xtapandi panohlik tilash shartlari va jarayoni, munosabatli materiallarni tayyorlash, iltimos qilish shakli, Kanada hukumati bilan aloqa qilish usullari va Kanadaga kelgandan keyingi yangi hayot haqida tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. Kelish jarayoni qanday bo'ladi? Dastlab qadamni keldigan Uyg'urlar shunday bo'lganda oldimizgi ay yilning shu 5-oydan boshlab, 4-5-oydan boshlab kelishga boshlash kerak. Bizning planimiz shu. Bu hukumatning sungan plani va parlamentning olgan qarori 2024-2025-2026 yillik plandir. Shunday bo'lganda 3 yil ichida tamomlandi bu ish. Bu sharoitda shuning Uyg'ur tasavvur qaysi davlat bu Uyg'urlarning chiqishiga ruxsat bersa 2. Bazı devletlerdeki Uygurlarga bu yeşil kartını işlegen bilen, Xitayning besim bilen bu Uygurlarning chiqishiga ruxsat qilmagan devletler var. Şunlaşka o devletlerini qaysi devletning
keldi, qaysi davlatdan kelmaydi. Buni Kanada Tashqi ishlar ministrligi bu Uyg'urlar yashagan davlatlar bilan aloqa qilib, shu davlatlarning qaysi birisi bu Uyg'urlarning chiqishiga ruxsat bersa, shu davlatdan chiqadi. Qonunga bo'ysunsa chiqish beradi. Qonunni qarib qo'ysa, Xitoyning manfaatini asos qilib chiqish beradi. Sabr qilib saqlasin, hamma ishlar tamomlandi, ijro qilish bosqichiga kirdi. Shu buni oldirmay bir-birlab ishlaymiz. Shu insonlarimiz sabr qilib saqlasin. Kanadadan panohlik tilab kelgan Uyg'urlar munosabatli urlar bilan qanday xabarlashidi? Biz ularning 7-nji ayning 3-nji gündən buyan tizimlab, 10-nji ayning 3-nji günigacha 4-5 mingga yaqin insonlarni tizimlab bo'ldik. Shularning arxivini ratlab birinchi turkumga. Yeşil kart bejarganda bu insonlar agar o'zlarining uchur aloqa ma'lumotlarini to'g'ri ta'minlagan bo'lsa, email adresi, telefon nomeri degandek yoki adresi degandek, shu adres bo'yicha Kanada hukumati bir-birlab xabar qiladi. Agar yolg'onlabdan adres ma'lum qilib qo'ygan bo'lsa, yolg'onlabdan email adresi ma'lum qilib qo'ygan bo'lsa, telefon nomeri o'zgargan bo'lsa, yoki mobil qo'lning uchi bilan xohlagan nomerni berib qo'ygan bo'lsa, ularga bir-birlab adamayapti. Insonlarimiz bu ishni jiddiy ta'minlagan fikr bo'yicha munosib organlardan xabar topshirib oldi. Qanday Uyg'urlarning bu programmaga sharti tushidi? Kelarchilik keladigan bizga hozircha uchurlarni yo'llagan insonlar bor. Shularnikini yo'llab turamiz. 2-nji aydan boshlab yana bir qatimliqni o'sha oldimiz 2-nji aydan boshlab yana qarindoshlar uchurni qabul qilishga boshlaymiz. Bu shunday davom qiladi. Hammadan bir kunda kelmaydi. Bu ba'zi insonlarga bexatarlik tekshirish shart tugaydi, ba'zilarga bir yilda tugamaydi. Yashayotgan davlatlarning o'zlarining belgilik bir prinsiplari bor. Bexatarlik jihatdan qo'yilgan o'lchamlari bor. Shunlashqa kim bunun şartları orunlansa şuna keledi. Kanada hükümeti Uygurlarına ekilip de Kanada teklif edildi yok. Xitoy'dan besim astında yaşavattan hiçbir devletin qoğdanışıga erişenmegen ve Xitoyga qaytırılış kanıtı astında turavattan çaresiz kalgan devlet tevelik olmagan bunda Uygurlar degenge. Şunlaşka Uygurlarını yetkeş doğru keptasa Kazakistan, Türkiye bulup 300 bin Uygur var. Bu son onun taşınaydı çaresiz kalgan Uygurlarga. Şularga layılangan program var bu. Şunlaşka çeteldeki Uygurlar hemmisinin bunun şartı taşışını atayım. Bizge uçurun yollaganlarının hemmisi bu programı taşışını atayım. Bunu Kanada hükümeti düşüp şu uçurlar boyunca bahalap kim muvaffak kim muvaffak demez. Bir haterlik tekşürüşünün kim öttü kim ötmedi özlerine şu nemisi boş buludu. Konsulluğumuz yüzlerden iltimas dese vizga beden vizlanmaydı. Bazıları alındı bazıları alınmaydı. Uygurlar iltimasını ve münasebetlik materyalini qanday tayyorlash kerak? Bu materiallarni Kanada hükümeti qanday topshirib oladi? Yeşil kartı Kanada elçixanası becermeydi. Şunlaşka Kanada elçixanası öyle bulduğu işlemez. Kanada Köçmenler Ministerliği bu Uygurlarını tanıştırdığı bir teşkilat ile işleydi. Şu Uygurlarını tanıştırdığı yani referral partner deydi İngilizce. Aşı tanıştırdığı şu işkencilik bir teşkilat tarafından tanıştırılgan. Bu işkencilik teşkilatı günümüz Birleşken Devletler Teşkilatı ya ki Kanada hükümeti ma teşkilatının tanıştırışını kabul kılınır diyen teşkilat tarafından kabul kılınıp, redlenip, arxivlere turguzulup, bütün uçurları toluk cedvellerine toşkuzulup, şunda tayyabıga Uygurlarını Kanada Köçmenler Ministerliği şularının müracaat nabısını tapşırılıp, şu boyunca bütün işlerini Kanada, şu Ottawa'daki merkezde Köçmenler Ministerliği becerdi. O elçihane, konsulhane öyle bulduğu şeyler. O referalını biz kıvatımız. Uyghur musafirleri Kanadaga kelgandan keyin turmushni qanday o'rlashtirdi? Kanada hukumati ularga yordam qilamdi? Kelgandan keyin boshqa millatlar qanday bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarga shuna bo'ldi. Kanada hukumati bularning bir yillik ta'minotini, shu ehtiyoj bog'larga ta'minlaydi, turdigan yerlarni belgilaydi. Şu tuğay yerde bularning maktabi hamma narsani hukumat o'rlashtirdi. Bir yildan keyin bu insonlar o'zlarining turmushini o'zlari qamdaydi. O narsalar maya kelganda bu Kanada Köçmenler kabul kılışta mükemmel sistemisi var böyle. Uygurlar kelgende başka bir manmaydı bu iş. Başka milletlerden her jili biz kanalların koşular kategoriyasında hükümetin ilan kılgan nerside çıkanlık mernematında 2024, 2025, 2026 yılları 3 yıl içinde her jili 75 bin kanalların koşular diyen san var. Bu Uygurlar şu 75 bin kanalın içinde.
Şolaşta Kanada'da mükemmel bir sistem var. 75 bin adamlı Kanada kanda ekegen olsa Uygurlarım şuna kıdı. Handa ölçem talep kılgan olsa Uygurlarım şu talep kılmadı. 75 bin adam Kanada ekegende Kanada hükümet kanda orlaştırgan olsa Uygurlarım şuna orlaştırıldı. Şolaşta bu hükümet kapalıtılık program. Yani hükümet sponsorluğu program. Yani şahsi sponsorluk ya vizyonel kildiği program emas. Bu programma yeşil kart bilen yani mengzilik kontratlaş kart bilen kildiği program. Bir vakti yeşil kart etkiledi. Şolaşka bu kartlarda Uygurlarga şu 5 yıldan beri capa tartip, şu Uygurlarla ayrı falan bir tağılıp pulu yok, çaygılı pulu yok, usu yok, busu yok devjürüp, bütün çıkımlarını hükümetli kötek küzüp, bu şuna akıldığı program. Xitayning chegara halqan təhdidi hər xil şəkillərdə davam qılıyatqan olub, bu səbəbə Xitay hakkerləri qıytılğan. Yaqından buyan Amerikadakı Uyğur təşkilatlarının Xitay hakkerlərinin tor hujumiga uchrash ahvoli barğancha ağırlaşqan. 11 ayının 3 günü Amerikadakı Uyğur Hərəkət Təşkilatı Xitay hakkerlərinin tor hujumiga uchrab, tor bekiti Xitayning torıga ulanıb qalğan idi. Uyg'urlar haqida xabar ishlab kelayotgan Uyg'ur agentligimi 17 noyabr Xitoy hakkerlarining tor hujumiga uchrab, tor bekiti taqilib qolgan. Uyg'ur agentligi 21 noyabr atdigan o'zining Facebook hisobotida uchur yo'llab, hakkerlarning hujum sababli taqilib qolgan tor bekitining 11 ayning 21 kuni asli keltirilganligini bildirgan. Uyg'ur agentligining mas'uli Tayrimin Apandi bu qatimqi tor hujumining Uyg'ur agentligi qilingan ilgirki hujumlarga silishtirganda kuchli ekanligini bildirdi. Uning aytishicha, 17 noyabr kechida qilingan tor hujum sababli Uyg'ur agentligi tor bekitining Uyg'urcha xabar qanali butunlay taqilib qolgan. Ular munosabatli texnik o'rinlar bilan aloqalash orqali 21 noyabr kuni atdigan tor bekitini asliga keltirgan. Tayrimin Apandi yana tor hujumining Xitoy hakkerlar tarafidan qilinganligi aniqlangandan keyin munosabatli tadbirlar olganligini Amerikadagi munosabatli hukumat organlariga doklad qilib, tor bexatarlik shirkatlaridan yordam talab qilganligini bayon qilib o'tdi. Uyg'ur Hərəkət Təşkilatı'nın təşviqat və aloqa direktori Sabrina Suhayl xanım bu vaqtda təfsili to'xtalib mundaq dedi. Bizga qilingan bu hujumning manbasi hozircha aniq emas. Biz albatta hakkerlik hujumining nadin kelganligini dalillashimiz kerak. Ammo tor bekatning keyin qayta nishonlanganligiga asosan biz uning Xitoyning hakker ekanligiga ishonamiz. Hakkerlar tor bekitimizga bir qism yomon g'arazli yumshoq detallarni kirgizdi va tor nomimizni o'g'irlab ketdi. Sabrina xonimning bildirishicha, hakkerlarning bu xildagi yomon g'arazli tor hujumlarida Uyg'ur Hərəkət Təşkilatı'ning jamoat orasida tanilgan faoliyatchilari hujum nishon qilingan ekan. Uyg'ur agentligining mas'uli Tayrimin Apandining bildirishicha, bu xildagi yomon g'arazli tor hujumlari yaqindan buyon bargancha kuchaygan. Xitoy hakkerlari Uyg'ur tashkilotlarining tor bekatlariga hujum qilib qolmasdan, Dolqin Aysa, Ro'shan Abbas o'xshash tashkilot raislari, tonilgan Uyg'ur faoliyatchilari, hatto tashkilotlarda xizmat qilayotgan boshqa shaxslarni hujum nishon qilmoqda ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.